Xo'p, namuna ko'ramiz. 5-masalani ishlayman. Noelastik to'qnashuvdan bu. Rasmdagi jismlar noelastik to'qnashadi. Shundan so'ng ular qanday tezlik bilan qaysi yo'nalishda harakatlanadi? Xo'p, mana birinchi jism. Birinchi jismga qarasanglar, mana 2 kilogramm, tezligi 5. Mana shu endi birinchi jism biz uchun. Mana bunisi ikkinchi jism, bunisi uchinchi jism deb qaraymiz. Xo'p, har birini impulsini topib chiqamiz. M ko'paygan V. Demak, birinchisi, mana birinchi jism, ikkinchi jism, uchinchi jism. Birinchi jismning impulsi MV o'ngga teng. Qaysi tomonga yo'nalgan? O'ng tomonga yo'nalgan. Ikkinchisining impulsi P2 MV 3 kere 2 6 ga teng. Qaysi tomonga yo'nalgan? Chap tomonga yo'nalgan. Uchinchisining impulsi P3. Xo'p, massasi 4, tezligi 10 ga teng. Shunda mana massasi 4, tezligi 10. 40 bo'ladi. Qaysi tomonga yo'nalgan? Chap tomonga yo'nalgan. Endi to'la impulsni hisoblayman. P to'la 1. To'qnashuvdan oldin. Xo'p, P1 10 ga teng, P2 bilan P3 46 bo'ladi ikkalasi, mana ikkalasi 46 bo'ladi va chap tomonga ikkalasi birga. Mana buni bir o'zi o'ng tomonga. Demak, qarama-qarshi bo'lgani uchun ayriladi. 46 dan 10 ni ayirib tashlaymiz. Shunda nima qoladi? 36 qoladi. Qaysi tomonga? Chap tomonga yo'nalgan. Chap tomonga yo'nalgan. Yo'nalishi chap tomonga. Ana endi to'qnashuvdan keyingi vaziyatni ko'ramiz. To'qnashuvdan keyin uchalasi noelastik to'qnashuv bo'lgandan keyin uchalasi birlashib qoladi. Xo'p, necha kilogramm? 2 kilogramm, 3 kilogramm va 4 kilogramm birgalikda chap tomonga yuradi. Chunki to'la impuls chap tomonga edi, mana chap tomonga edi. Shuning uchun ularning umumiy impulsi chap tomonga bo'lishi kerak. Chap tomonga noma'lum u tezlikda yuradi. Ana endi to'la impulsni keyingi vaziyati P to'la 2 deymiz. 2 kilogrammli, 3 kilogrammli va 4 kilogrammli jismlar u tezlikda ketyapti. Umumiy massani umumiy tezlikka ko'paytiraman va impulsni saqlanish qonuni. Impulsni saqlanish qonunini yozamiz. Xo'p, P to'la 1 teng bo'lishi kerak P to'la 2 ga. Ya'ni 36 teng bo'ladi. Mana bunimiz 9 kilogramm bo'ladi umumiy ko'paygan U ga. Shunda U nima chiqadi? Bizada 4 chiqadi. Demak, umumiy tezlik 4 ga teng. 4. Qaysi tomonga yo'nalgan deb so'rabdi. Qaysi tomonga? Oldin qayerga yo'nalgan bo'lsa, umumiy impuls mana qayerga yo'nalgan? Keyingisi ham o'sha yerga yo'naladi. Ya'ni chap tomonga. Bu minus x yo'nalishda desa ham bo'ladi. Chunki x o'qi o'ng tomonga, bu x o'qiga qarshi bo'lganligi uchun. Demak, javob bo'ladi. Shundaymi? Javob bo'ladi. Xo'sh, keyingisiga o'taman. 13-masalani ishlab beraman. Tezligi 2 bo'lgan vagon, massasi 10 tonna bo'lgan tinch turgan vagon bilan to'qnashgandan so'ng, demak, tezligi 2 bo'lgan bir vagon kelyapti, massasi 10 tonna bo'lgan tinch turgan vagonga urilyapti. Ikkala vagon birgalikda 1.3 tezlik bilan harakatini davom ettirgan birinchi vagonning massasi qanchaga teng? Qaranglar. Xo'p, dastlab birinchi vagonimiz M1 deymiz uni. Qandaydir tezlikda u aytayapti V1 barobar 2 tezlikda kelyapti. 2 tezlikda kelyapti. Bu yoqda esa ikkinchi vagon M2 deymiz buni. Ikkinchi vagon. Xo'p, ikkinchi vagon buni M2 deymiz. Tinch turibdi, hech qanday tezligi yo'q. Impulsi ham yo'q. Mana shu vaziyat uchun to'la impulsni yozaman. P to'la 1 deyman. P to'la 1 deyman. Barobar. Birinchisida impuls bor, mana bunda impuls bor, mana bunda bunisida impuls yo'q. 0 ga teng. Demak, to'la impuls faqat mana shu birinchisini o'zi bo'ladi. Ya'ni
M1 V1 bo'ladi-da. Faqat birinchisi barobar nima bo'ladi bu M1 V1? Massasini bilmaymiz. M1ligicha qoladi. Tezligi esa 2. Mana shu to'la impuls bo'ladi. Ana endi ular to'qnashdi. To'qnashgandan keyin ikkalasi birgalikda harakat qiladi. Ikkalasi birgalikda qaysi tomonga? Albatta o'ng tomonga. Chunki bu birinchisi o'ng tomonga kelyapti, ikkinchisini urib o'zi bilan sudrab olib ketadi. M1 va M2 birgalikda ketyapti bular. O'ng tomonga qandaydir u tezlikda. Buni ham beryapti bizga 1.3 ga teng degan. Ikkalasi birgalikda 1.3 tezlikda ketdi deyapti. Ana endigi impulsni yozsam P-2. Ikkalasi birgalikda u tezlikda ketyapti. Ana endi impuls saqlanish qonuni bo'yicha ketdi deb qo'ying. Adrotopa olib ketdi. Impuls saqlanish qonuni bo'yicha P-1 teng P-2. Dastlabki impuls M1 V1 dedik. Xo'p, keyingi impulsni M1 plus M2 ko'paygan U dedik. Endi o'rnab qo'yamiz. M1 noma'lum ko'paygan V1imiz 2 teng yana M1 noma'lum plus M2mizni bizga beryapti. Tinch turgan vagonimiz 10 tonna edi deyapti. Tonnada qoldiraman, shunda M1 ni ham tonnada javobi chiqadi. Ko'paygan birgalikda ular 1.3 tezlikda ketgan. Shundan keyin mana shu tenglamani ishlasak, 2 ta M1 teng 1.3 M1 plus 13 bo'ladi. 1.3 M1 bu yoqqa o'tsa, ayirish bo'lib 0.7 M1 barobar bo'ladi 13 ga, shundaymi? Endi shunda M1 chiqadi bizaga 13 taqsim 0.7. 13 taqsim 0.7. Endi u nimaga teng? 15 mi, 16 mi? 15 lar chiqib qolsa kerak a? Kalkulyatorda o'zlaringiz hisoblab ko'rasizlar. 130 ni 7 ga bo'lamiz-da. 20 dan bitta kam 1.5, 18.6 chiqar ekan mana. D javob chiqadi. D javob chiqadi mana bu. 18.6. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Keyingisi 39-masala. 39-masala. 39. Xo'p, nima deyapti bunda? Tinch turgan 3M massali bomba portladi. Demak, dastlab tinch turgan edi. Hech qanday impuls yo'q edi. Portladi, 2 bo'lakka bo'lindi. M massali va 2M mana. M massali va 2M massali ikkita bo'lakka bo'lindi. Kichik bo'lak 4 tezlik bilan, mana kichik bo'lagimiz M massalisi 4 tezlik bilan, demak o'ng tomonga ketdi. Shunda katta bo'lak qaysi yo'nalishda qanday tezlik bilan ketadi? Albatta endi o'zi hayotiy o'ylasangizlar chap tomonga ketadi. Qanday tezlik bilan degan shuni V2 deylik topishimiz kerak. Xo'p, qaysi masala? 39 mi? Reaktiv harakatga ko'proq. Misol bu reaktiv harakat bo'lib qoladi hozir o'zi. Mayli, farqi yo'q. Qaranglar. Joy almashib qolibdi masalalarni. Xo'p, reaktiv harakatga misol bo'ladi. Bu dastlab tinch turganda, endi ikkalasi ikki tarafga ketyapti. Umuman olganda shu impuls saqlanish qonuni bo'yicha bemalol hammasini ishlayveramiz. Hammasi bir xil. Qaranglar. To'qnashuvdan oldin to'la impuls nima edi? P-1 0 edi. Hech qanday impuls yo'q edi. Chunki 3M massali jism, mana bu 3M massali jism tinch turibdi, hech qanday tezligi yo'q. Demak, impuls yo'q edi boshida. Lekin keyin portlashdan keyin M massali jism bu tomonga qarab 4 tezlikda ketyapti. Uni V1 deylik, 4 tezlikda ketyapti. 2M massali jism chap tomonga qarab V2 tezlikda ketyapti. Mana shu V2 tezlik necha deb so'ragan. Xo'p, to'qnashuvdan oldin impuls yo'q edi, to'qnashuvdan keyin ham impuls bo'lmasligi kerak.
0 bo'lish kerak-da, ya'ni 0 bo'lishi uchun mana bu ikkalasi hozir bir-biriga qarama-qarshimi? Mana bu birinchi jism bilan ikkinchi jism bir-biriga qarama-qarshimi? Qarama-qarshi bo'lgandan keyin ularning umumiy impulsi ayrilishi kerak bir-biridan. Agar ikkalasining impulsi teng bo'lsa, o'shanda to'la impuls 0 bo'ladi. Ya'ni birinchisining impulsi P1 barobar m ko'paygan 4 bo'ladi. Ikkinchisining impulsi chap tomonga P2 barobar 2m ko'paygan V2 bo'ladi va ikkalasi bir-biriga teng. P1 teng P2. Shunda impuls yo'qolib 0 bo'lib ketadi. Ya'ni 4m barobar 2m ko'paygan V2 bo'ladi. Qisqartirib olsak 2 barobar V2 bo'ladi. Qaysi tomonga desa, demak chap tomonga, ya'ni x o'qiga qarshi minus x yo'nalishida deb aytamiz. Keyingisiga o'tamiz. 31 ekan. 31 ni ishlaymiz. 31 da nima deyapti? Katta shar tinch turgan kichikroq shar bilan rasmdagi kabi elastik to'qnashdi. Demak, bu yerda mana katta shar 4 kilogramli, mana bu kichkina shar 2 kilogram tinch turibdi ekan, bu tezligi yo'q. 4 kilogramligimiz mana kelyapti 5 tezlikda. U bilan uriladi, qaranglar, burchak ostida urilibdi. Mana kichkina shar bu yoqqa qarab ketdi, katta shar bu yoqqa qarab ketdi. Xo'p, shundan so'ng katta sharning tezligi V2 nechi bo'lib qoladi debdi. Mana bu katta sharning tezligini so'rabdi. Kichik sharning tezligi ham yo'q bizda. Faqat kichik shar 37 burchak, katta shar 53 burchak ostida ketdi. Shuni bilamiz xolos. Lekin topsa bo'ladi. Xo'p, qaranglar. Ana endi bu jiddiyroq masala. Xo'p, diqqat qilasizlar. Bu yerda oldin to'la impuls nima edi? To'qnashuvdan oldin. To'qnashuvdan oldin P to'la barobar faqat 4 kilogramlikda impuls bor. MV desam nechi bo'ladi? 20 bo'ladimi? 20 bo'ladi mana shu 4 kilogram impuls. Va qaysi tomonga yo'nalgan? O'ng tomonga yo'nalgan. Tepaga yoki pastga impuls yo'q. Ya'ni vertikal impuls yo'q, faqat gorizontal o'ng tomonga 20 ga teng. Ana endi bu yoqqa o'tamiz to'qnashuvdan keyin. To'qnashuvdan keyin mana bu birinchi jismimizni, ya'ni 2 kilogramli jismimizni tepaga yo'nalgan PY1 deymiz buni, birinchi jism deymiz. Tepaga yo'nalgan impulsi bor va gorizontal yo'nalgan impulsi bor. Xo'p, gorizontalni ham chizib qo'yaylik birdan. Gorizontali mana bu yoqqa yo'nalgan, bu PX1 deyman. Xuddi shunday ikkinchi jismni ham pastga yo'nalgan impulsi bor, PY2 bo'ladi va shu bilan birga o'ng tomonga yo'nalgan impuls bor, PX bo'ladi. PX2 bo'ladi u. Demak, buni darsda ham shu chizmani chizib o'rganganmiz. Xo'p, birinchi jism tepaga impuls olibdi. Ikkinchi jism pastga impuls olgan. Proyeksiyasida endi bu vertikal. Ana shu ikkalasi bir-biriga teng bo'ladi deb aytdik. Chunki to'la impuls oldin o'ng tomonga edi. Hech qanday tepaga yo pastga impuls yo'q edi. Demak, keyin ham mana bu tepaga yoki mana bu pastga impuls bo'lmasligi kerak. Buning uchun ikkalasi bir-biriga teng bo'lsa, bir-birini yo'qotib yuboradi, tepaga ham pastga ham impuls qolmaydi. Demak, birinchi yozadigan tenglamamiz bu yerda PY1 bilan PY2 bir-biriga teng. Xo'p, undan tashqari ikkinchi yozadigan tenglamamiz to'la impuls mana o'ng tomonga edi. Shu narsa saqlanib qolishi kerak. Mana birinchisini ham o'ng tomonga yo'nalgan PX1 bor. Ikkinchisini ham o'ng tomonga yo'nalgan PX2 bor. Shu ikkalasini yig'indisi,
mana bu to'la impulsni o'zida saqlab qolgan bo'lishi kerak edi. Demak, buni yozaman. Px1 bilan Px2 ni yig'indisi teng bo'lishi kerak P to'laga. Ana 20 ni saqlab qolgan bo'lishi kerak. Sistema qilamiz, berilganlarni o'rniga qo'yamiz. Xo'p, Py1 degani P ko'paygan sinus alfa degani. Ya'ni P1 ko'paygan sinus alfa degani. Teng P2 ko'paygan sinus beta bo'ladi. Bu yo'q endi buni hozir bu yoqdan yozamiz pastdan. Xo'p, qaranglar. O'rnak qo'yaylik. Py1 degani P1 ko'paygan sinus 37 degani. Alfasi 37 ku buni. Plus Py2 degani uzr. Plus emas, tenglik. Py2 degani P2 ko'paygan sinus 53 degani endi buni burchagi. Xo'p. Endi pastdagi tenglama, ikkinchi tenglamani yozaman. P1 ko'paygan kosinus 37 plus P2 ko'paygan kosinus 53 teng bo'ladi. Ana to'la impuls 20 ga. Sistema. Uni qo'yib chiqaman. P1 degani 2 kilogramm ko'paygan V1 degani. Ko'paygan sinus 37 da 0.6 ga teng. Barobar P2 degani 4 kilogramm ko'paygan V2 degani. Ko'paygan sinus 53 da 0.8 ga teng. Xo'p, pastdagi tenglama. P1 2 ta V1 degani kosinus 37 0.8 ga teng. Teng emas, qo'shilgan P2 miz 4 V2 ga teng, kosinus 53 da 0.6 ga teng. 0.6 ga teng. Barobar 20. Ana sistema. Xo'p, tepadagi tenglamadan V1 ni topib olsam, V1 mana shu narsani topaman hozir bu yerdan. Buni topishim uchun mana 2 bilan 0.6 bu yoqqa bo'lish bo'lib o'tib ketish kerak. Mana bu tomonga tagiga o'tish kerak. Shunda yozaman V1 nima bo'ladi? V1 barobar, xo'p, 4 bilan 0.8 ko'paytirsam 3.2 bo'ladi. 3.2 ni mana bu 2 kara 0.6 1.2 ga bo'lishim kerak. 3.2 taqsim, ya'ni 32 taqsim 12 V2 bo'ladi. Ya'ni qisqartirib qo'ysak, endi 4 ga bo'lsak bo'lar ekan, 8 taqsim 3 bo'lar ekan. 8 taqsim 3 V2 bo'ladi. Shu narsani olib borib, mana ikkinchi tenglamaga qo'yaman. Endi buni V1 da joyiga qo'yaman-da, mana bu yerga qo'yaman. Xo'p, shunda tenglama nima bo'ladi? 2 bilan 0.8 ni ko'paytirsak, endi 1.6 bo'ladi ko'paygan. V1 ni joyiga 8 taqsim 3 V2 bo'ladi. Plus 4 kara 0.6 2.4 V2 bo'ladi. Barobar 20. Ana shuni endi ishlasak nima chiqadi? Buni hisoblash kerak. 8 taqsim 3 degani 2.66 degani. 2.66. Buni yana ko'paytirish kerak. Kalkulyatorda hisoblayman. Xo'p, kalkulyator. 1.6 ko'paygan 8 bo'lingan 3 4.26 bo'lar ekan. Unga qo'shaman 2.4 ni 6.66 bo'lar ekan. Xo'p, 20 ni o'shanga bo'lamiz endi. 20 ni bo'lamiz 6.66 ga rovna 3 chiqadi. Demak, V2 barobar 3 bo'lar ekan. Buni o'rniga qo'yib
V1 ni ham aytsa bo'ladi. Qani o'sha mana 8 taqsim 3 edi. Shuni birdan mana V2 joyga 3 qo'ysangizlar 8 bo'lar ekan. V1imiz 8 bo'lar ekan. Buni hozir o'chirib qo'yaman. V1imiz 8. Hozir bizdan faqat V2 ni so'ragan. Bo'ldi, mana B javob ekan. Xo'p, keyingisiga o'taman. Massasi 5 kilogramm, tezligi 40 va massasi 4 kilogramm, tezligi 20 bo'lgan ikkita arava bir-biriga qarab harakatlanmoqda. Ular to'qnashgandan keyin bir xil yo'nalishda harakatni davom ettirdi. To'qnashishdan keyingi birinchi aravaning tezligi 20 bo'lsa, ikkinchi aravaning tezligini toping. Bu elastik to'qnashuv bu ham. Chunki ikkalasi alohida harakat qilgan. Bir tomonga ketgan, lekin harakat alohida. Mana chizma chizamiz bu uchun qaranglar. Massasi 5 kilogramm. Massasi 5 kilogramm bo'lgan jism, arava 40 tezlikda kelyapti. 40 tezlikda kelyapti. Narigi tomondan massasi 4 kilogramm bo'lgan arava 20 tezlikda kelyapti. Xo'p. To'qnashuvdan oldingi to'la impulsni topaylik. Birinchisining impulsi P1 deylik. P1 nima chiqadi? 5 kara 40 200 bo'ladi. Bunisining impulsi P2 deymiz. 4 kara 20 80 bo'ladi. Va ular bir-biriga qarama-qarshi. Mana P1 bu tomonga, P2 bu tomonga. Qarama-qarshi bo'lgandan keyin to'la impulsni topsak, P to'la barobar bir-biridan ayriladi. 200 minus 80. Minus 80 teng 120 bo'ladi. Qaysi tomonga? Chap tomonga. Chap tomonga bo'ladi. Adashdim. Kesib tashlaymiz bu yerni. O'ng tomonga bo'ladi. Chunki 200 katta-da. Mana bu o'ng tomonga yo'nalgan impuls katta bo'lgandan keyin natija ham o'sha tomonga bo'ladi. Endi qaranglar, to'qnashdi deyapti. Bu yerda to'qnashgandan keyin ular bir tomonga ketdi. Bir tomonga ketgan bo'lsa nima deb o'ylaysizlar? Chap tomonga ketadimi, o'ng tomonga ketadimi? To'ppa-to'g'ri, o'ng tomonga ketadi. Chunki to'la impuls o'ng tomonga-da. Ikkalasi o'ng tomonga ketish kerak. Mana. Ikkalasi ham o'ng tomonga ketdi, lekin alohida ketibdi. Birgalikda ketmagan. Mana bu 4 kilogramm, bunisi 5 kilogramm. Shunda deyapti, to'qnashgandan keyin birinchi aravaning tezligi 20 bo'lsa, ya'ni mana 5 kilogrammligimizni tezligi 20 bo'lsa, mana buni tezligi nima deb so'rayapti. U deb aytamiz. Uni yana impuls saqlanish qonunini yozaman. P to'la barobar P to'la 2 deylik. Ikkalasi bir tomonga-ku. Endi to'la impuls bir-biriga qo'shiladi. Ya'ni P1 plus P2 bo'ladi. Dastlab hozir birinchisini hisoblasak, massasi 5, tezligi 20. Nima chiqadi? 100 bo'ladi 5 kara 20. Plus bunisining impulsi 4 ko'paygan U bo'ladi. Shu 4 bilan U ni adashtirib bo'lmaydi. Massa ko'paygan tezlik. Massasi 4, tezligi U noma'lum. Va impulsning saqlanish qonuni bor. Impuls saqlanish qonuni bo'yicha P to'la 1 teng bo'lishi kerak P to'la 2 ga. Demak, o'rnak qo'yaman. P to'la 1imiz 120, P to'la 2imiz 100 qo'shilgan 4 U. Ana. Qisqasi 100 bu yoqqa o'tadi, 4 U barobar 20 bo'ladi. Shunda U barobar 5 chiqadi, 5. Demak, 5 ekan javob. Javob. Xo'sh, keyingisiga o'tamiz. Keyingisi 27. Ikkita shar noelastik to'qnashuvdan keyin rasmdagi kabi harakatlangan. Xo'p, jismlarning birining to'qnashuvdan oldingi tezligini aniqlang. Bu noelastik to'qnashuv. 27. Masalalarning joyi almashib ketibdi-da. Zarar qilmaydi. Bu noelastik to'qnashuv, chunki ular mana o'ng tomonga qarab kelyapti, bunisi tepaga qarab ketyapti, urilgandan keyin mana birgalikda ketyapti.
Jismlardan birining to'qnashuvidan oldingi tezligini aniqlang. Xo'p, qaranglar, diqqat qilasizlar. Bu ham nozikroq savol. Xo'p, birinchisining impulsi nima? O'ng tomonga yo'nalgan va u P1 barobar 24 ga teng. Ikkinchisining impulsi nima? Tepaga yo'nalgan va u P2 barobar MV desam 4V ga teng. Ya'ni aniq sonini bilmayman, 4V. Tezligi yo'q-da, shuni so'ragan bizdan. Mana shu tezlik nima deb so'ragan. Mana buni tezligi nima deb so'ragan. Endi qaranglar. Urilganda ikkalasi mana bu tomonga ketibdi. Xo'p. Urilgandan keyin impuls saqlanishi kerak. To'la impuls saqlanib qolishi kerak. Hozirgi vaziyatda ikkita impuls bor. O'ng tomonga yo'nalgan 24 bor. Tepaga yo'nalgan 4V bor. Ya'ni o'ng tomonga va tepaga ikkita impuls bor. To'qnashuvdan keyin ham o'sha narsa saqlanib qolishi kerak. To'qnashuvdan keyingi impuls qani? Mana bu to'qnashuvdan keyin burchak ostida uning ikkita proyeksiyasi bor. Qanaqa? Px bor. Px va Py bor tepaga yo'nalgan. Ana shu yerda hozir Px o'ng tomonga bo'lsa, o'sha narsa mana bu 24. Py tepaga bo'lsa, o'sha narsa mana tepaga edi-da, chunki bu mana bu tepaga edi-ku, 4V. O'sha narsa mana shu Py saqlab qoladi. Px esa mana buni saqlab qoladi o'ng tomonga bo'lgani uchun. Demak, tenglama shunday bo'ladi. Yozaman. Px degani P1 degani, Py degani, P2 degani. Mana shu ikkita narsa. Xo'p, buni davom ettiramiz. Px degani ikkalasi birga bo'lib qolsa necha kilogramm bo'ladi mana bu narsa? Necha kilogramm bu? Xo'p, 6 kilogramm, 4 kilogramm jami 10 kilogramm bo'lib qoladi bu. 10 kilogramm. Xo'p. Px deganda o'sha P ni ko'paytirish kerak kosinus alfaga teng o'sha P1 necha o'zi o'rnab qo'yaylik shuni. P1imiz 24 ga teng. P ko'paygan sinus alfamiz esa P2 ga teng, ya'ni 4V ga teng. Ana. O'rnab qo'yaman. P deganda ularning birgalikdagi impulsi, ya'ni 10 kilogrammli jismni V tezlik bilan ketyapti. Qaranglar, shuni o'rnak qo'ymasak biz o'zimizga yaxshi ekan. Chunki buni impulsini so'ramaganda bizdan mana buni tezligini so'ragan-ku. Qaranglar, P ligicha qoladi. P ko'paygan kosinus 53 da nima? 0.6 teng 24 ekan. P ko'paygan 0.8 teng, ya'ni sinus 53 dan 0.8. 4V ga ekan. Mana sistema nisbat olib olamiz har doimgidek. Shunda P lar qisqarib ketadi. 3/4 barobar 24 ni 4 ga bo'lsak 6/V bo'ladi. Proporsiya qilasizlar, V barobar 8 chiqadi. Demak, javob C. Xo'sh. Bo'ldi, endi mana shunga qarab, yaxshilab tahlil qilib, qolganlarini ishlaysizlar.